Assalomu alaykum akalar. Oldin chiqargan videoning davomi. Akamiz keldi. O'zlari. Xo'p, mashinalarni oldik. Sostoyaniyasi shunaqa. Hozir chiqib shaharda vajdaniyasini o'rgansak, proverka qilishadi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Shuni ushlaysiz. Yaxshilarmi? Ana mashina oldik. Qachon keldingiz? 29. 29. Bugun mashina oldik-da, 29 bo'lsa bugun 31. 2 kun akalar ajdaniya bo'ldi. Mashina yo'qligiga. Mashina holati endi bu 4 kundan keyin boshqa mashinaga almashtiriladi. Shaharda o'rganib turgani uchun shu mashinani oldik hozir. Shunaqa gaplar. Videoning davomi qani deb gapiradigan akalar bor, asa kuzatishadi. Dildan suhbat qilib. Shu mashinani oldik, bu mening mashinam. Moldova taksi. Protsess ketyapti xullas. Bugun ham bitta aka keldi. Hozir 15 minutda kirib keladi bizni joyga. Aeroportdan direktor kutib oldi. Bosaverasizlar.